Assalomu alaykum qadrdonlar. Toshkent telekanalida jonli efirda Mahallada nima gap loyihasining navbatdagi ko'rsatuvi va har doimgidek biz sizlarning murojaatlaringiz bo'yicha bugun amaliy yordam berishga harakat qilamiz. Buning uchun Zoom orqali mahalla uyushmasi tuman bo'limining rahbar xodimlari, shahar kommunal xizmatlarining xodimlari yig'ilishgan. Mana ular bu yerda. Hamma kameralarni yoqib qo'yishsin va boshlaymiz. Bugun biz Chilonzor tumanidan, marhamat, Chilonzor tumanidan Umidjon bitta o'zimi yo kommunaldan bormi? Yo, taniman to'xta. Xo'p, yozaveradi. Chilonzor tumani 5-mavze, 2-uy, 1-podyezd ta'mirlash kerak. Ahvoli og'ir, devorlari uyilib ketyapti. Podyezdda 12 ta xonadon bor. Lekin hamma xonadon bitta faziga o'tiradi. Tez-tez elektr kabellari uziladi. O'zimiz tuzatamiz. Kabellar eskirib ketgan. Iltimos yordam beringlar. Jekdagilar aytsak, oxirida ularni aytmasdan o'zimiz qilyapmiz. Nizomov Ruslan yozibdi. Kommunallikdan kim? Assalomu alaykum. Kim bu? Men kommunalkadan. Chilonzor tuman. Ismingiz bormi kommunalkadan? Murodjon ismi. Qilamiz buni. Bo'ldi, masalasini yechib beramiz ertaga. Buni ertaga yecha olmaysizlar, chunki ta'mir talab bo'lsa, unga kamida smeta qo'yish kerak bo'ladi. Uni pullari qayerdan topasiz? Mana har bitta elektr abonentskiy shitlarni ham ta'mirlashyapti-da, yo'laydigan. Хорошо. Unda birinchi navbatda qilib beringlar, keyin haligi remonti bo'yicha suratga olib, Umidjon. Suratga oldirtirib menga ertaga tashlab ber, sanamja haligi advokat bo'lmagin. Biz odamlarning advokatlarimiz. Kommunal xizmatlarni emas. Bular shitlar 38-yo'nalish qayerga bo'lar ekan bu? Beruniy metrodan Bunyodkor mahalla. Bu Beruniy metrodan bo'lsa, Shavkat aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 138-avtobus yo'nalishi o'z holiga qaytarib berishni so'raymiz. Tirbandlik ko'p. Ishga o'qishga kech qolyapmiz. Yo'nalishdan qaytarib beringlar deb. Beruniy metrosidan debdilar. Bu Muhabbat Mirjamolovni bir ko'rib bering, nima to'g'risida gap ketyapti. Men hozir 138 ga tushmagan ekanman. Yangi hayot tumani. Assalomu alaykum Furqat aka. Alishermi, Farruhmi shu yerdami Ali? Hozir kiradi hozir. Xo'p, Shokirariq ko'chasida avvallari haftada 2 marotaba chiqindilar olib ketishardi. Endi haftada 1 marotaba xohlagan paytda kelishyapti. To'lovlarni mahalla o'z vaqtida to'laydi deb. Xabaringiz bormi bu bo'yicha? Bor. Hovlilar aytyapti-da, uni kanalni yoqasini. Qamiz endi nimaga bitta kelyapti, pulni to'layotgan bo'lsa? Oldiramiz, Furqat aka, oldiramiz uni. Oldirtiring, ertaga oldirtiringlar. Yo'q, oldirtirishda emas, 1 martalab kelyapti deydi. 2 martalab kelish kerak o'zi minimum. Yerli mahallada bo'ldi, men yozib oldim. Furqat aka, ertalab kommunalka bilan gaplashaman. Maxsus trans bilan. Qanaqa yerli mahalla o'shani olmayotgan ekanmiz, значит. Gaplashing, 2 martalab kelish kerak haftasiga. Sergeli tumani. Assalomu alaykum Furqat aka. Assalomu alaykum. Demak, Yuqori Darxon mahallasi, Navro'z ko'chasi, 1-dom, 2-xonadonda doim dom oldida 2 ta o'rik daraxti butash kerak va mashina tez yurmoqda. Peshxod do'ngalak qo'yish kerak. Murojaatimiz nima bo'ldi? Endi bilmadim, do'ngalak bo'yicha endi bu mahalla o'zi raisi ham bir tashabbus ko'rsasin, do'ngalak bo'ladimi, bo'lmaydimi? Lekin butash masalasi bo'yicha endi qaranglar, oddiy gaplarda bu mahallaning o'zida hal bo'lib ketadigan. Bahrom. Masala yo'q, tayyorgarlik ko'ramiz. Ertaga o'zi Tosh shahar nuriga yigitimiz. Kamerangizni to'g'rilab qo'ying. Siz kamerangiz noto'g'ri turibdi. Xo'p, Yunusobod tumani. Zo'r bo'ldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizmi yo kommunal ham kirganmi? Kirganmi? Assalomu alaykum. Bor. Rahmat, ko'rdim. Yangibog' mahallasi, 13-kvartal, 2-dom qarshisida maishiy chiqindi joyida avtomobil turargohi qilib egallangan. Ilgari maishiy chiqindi joyi edi. Hozir maishiy chiqindilarni tashlashga joy yo'q ekan. Bu bir sizlar o'zingizlar ko'ringlar, bu qanaqasiga? Chiqindilar qayerga tashlanadi bo'lmasa? Mayli. Joyga chiqib o'rganib, sizga hisobotini beramiz Furqat aka. Yo'q, rahmat, u joyiga chiqishidagi-ku o'rtoq. Lekin buni hal qilishga, agar chiqindixona bo'lmaydigan bo'lsa, buni qo'yish kerak. Avtoturargoh
hurmat qilamiz, lekin odamlar qayerga ketdi? Husan aka, bir ko'ringlar mahalla raisini. Yangi bog' bo'lsa, Umid opani mahallasimi? Yo'q, Said akaniki. Sayt aka Qilinglar bu narsa. Said akaniki. Ya bo'ldi, tushunarli, o'zimiz hal qilamiz. Chunki bu yigitga qiyin bo'ladi, u kommunaldanda, bu mahalla murosasiga keltirib joylashtirib qo'yish kerak. Shahantaxur tuman. rahmat. Shahantaxur tumani. O'zingmisan? O'zimman, assalomu alaykum. Beltepa yozib ol. 24A uy. Hovlisida turba yorilgan, yamalgan, lekin asfalt qilinmagan. Bolalar o'ynab yaralanishi mumkin. Telefoni bor. Sen hozir tashlab olib, bugun telefon qilib gaplashib ol, qayerda mahalla raisidan menga bildirib ber. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi. O'zing qara. Ichkichadan ishlaysan-ku, yangichalik. Qanaqa ular? Xo'p. Kim kamerasini yoqmagan bu yerda? Chilonzordan yana. Chilonzor aloqaga chiqinglar. Assalomu alaykum Furqat aka. Chilonzor 17-kvartaldagi 32 va 33-34 dom orasida yotgan yerda hokimiyat tashabbusidan bolalar uchun kichik stadion qurilishi boshladi. Baraka topishsin. Iltimos shu stadion chala qolib ketmasin. Bolalar uchun futbol maydoni yo'q. Bu hududda juda ko'p avtomobillar o'tishi, bolalar yo'l bo'yida o'ynashadi. Juda xavfli. Iltimos futbol maydonchasini razmerini o'zgarishsiz bitirib berilsin. Chala qolmasin. Katta rahmat. Bilmadim kim yozganlar, ismingizni ham yozsangiz yaxshi bo'lardi. Buni kommunalnidan yigitimiz qani? Shetdami? Siz buni hokimga kirib bu rahmatni yetkazib qo'ying. Ko'chadagi. Yo, bildim. Al-Xoraz. Shuni bir nazoratga olib, anaqa qo'rqishyapti-da, sayin ko'p. Bolalarni hozir o'ylab qilishyapti. Rahmat shu o'rinda. Men bu mahallani yoshlar yetakchisini faollikka chaqirgan bo'lardim-da. Yurmasan xayol surib. Shunga qarab berishsin u. Xo'p, keyingisi tuman. Ilhom. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Men Ergashev Tunjur. Nima bo'lyapti shu Tunjur akaning gaplari, do'stim? Sayram mahallasi. Tunjur opa. Sayram 1A va 2A oralig'ida. Mashina o'tish uchun mas'ul tashkilot savol javobsiz qoldi. Bo'lmasa shlagbaum qo'yib beringlar degan. Nima bo'ldi o'rtoq? Bolalarga o'sha birinchi kun ishni yakunlab beramiz uni. Ish boshlaganmiz. Senlar ham harakat ham qilmagansanlar, ochiq gap. Shu odamning yoshiga yetib olaylik oldin. Rostni aytgin, sen ham to'g'ri gapiradigan odamsan. Shuni berdim, olaman kam eshityaptilar, o'zlari ham kommunal bo'limi. O'zim ish qilmadim, to'g'risini aytaman. Lekin topshirib berdi, nazoratiga olib, yakunlab shu masalani hal qilib beraman. Qani olim aka. Assalomu alaykum. Tanima ko'ryapsiz. Assalomu alaykum. Nima bu? Yetish uchun odamlar nima qiladi? Savob ishlar qiladi. Nima u? Hech bo'lmay loqal chiqmaysizlar, loqal ko'rmaysizlar. O'rtoq, nima u? Kabinetni qo'riqlab o'tiribsizlarmi hammanglar? Yerto'la bo'yicha muammosini hal qilib berganmiz. Shlagbaumni MCS bilan chiqamiz endi. Chiqib menga videosini qilib beringlar. Ilhom, nazoratga olib ber buni. Sen ham Chilonzor tumani yana bir marta. Chilonzor tumani. Assalomu alaykum hurmatli Furqat aka. Chilonzor 20A kvartal 9 va 11-oy oralig'ida yo'lak taxminan 100 metrdan oshiq joy kovlanib turib almashtirildi. Ammo taxminan 1 oydan beri asfalt yotqizilmay yuribdi. Iltimos yordam beringlar deb. Umid. Qilib berasizlarmi yo buni keyingi yilga qoldirib olasizlarmi? Loy bosib yurishursinmi Toshkentning qoq markazida? Buyur qilib berishadi. Endi bu Furqat aka, bu dada. Furqat aka, bu yoni viola kovlagan qilib beradi, oxiriga yetkazib beradi. Unda kayfiyatni buzdinglar. Viola kovlagan bo'lsa, uni ustida davay deb turish kerak. O'rtaga emas, menga o'xshab yomon ko'rinib qo'yinglar, ertaga odamlar rostla xursand bo'ladi. Xo'p, bo'ladi. Yashnobodda qilib berishgan chuqurligini. Ko'chada ko'rganda ham rahmat deb ketishyapti. Biz yozuvdik, sizlar qilib beribsizlar deb. Shunaqa qilib rahmatni eshitaveramiz-da. Tushunarli. Olmazor tumani. Shavkat aka. Mana sizlar hammanglar Olmazor tumanidan o'rin olinglar. Shavkat aka Sanjar bilan doim
mana shu paytda birga bo'lishadi. Kommunalniy yonma-yon o'tirib masalalarni hal qilishadi. Hurmatli Furqat aka, men Olmazor tumani Yog'du ko'chasi 28-domdan 4 ta xonadon nomidan murojaat qilyapman. Oxiri majbur bo'ldim, bormagan joyimiz qolmadi. Sizni ko'rsatuvchingizni har doim kuzatib boraman. Baraka toping. Charchamang. Endi bizning muammolarning yechimi topiladigan umiddaman va amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Demak, birinchi iltimoslar ekan. Rayonimiz hokimi qabuliga bir necha marta yozib kira olmadim. Uni telefonlari bor, G'aniyeva ekan. Yo'q, bilmadim, Yulduz bo'lsa kerak ismlari. Telefon qilinglar, yozdirib qo'yinglar iltimos. Hokim deyarli har kuni qabul qilyaptilar. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, orqa tarafda shundoqqina oilamizda ikkita tashlandiq musulxona, chiqindilar, islohotxona bo'lib yotibdi. Bolalar maydonchasi, obyekt naves yo'q ekan. Bu yerda 70 tacha kaptarlar ham boqishar ekan. Endi kaptar boqsa yomon emas-ku, lekin bu ham tartib qoidasi bor. Yog'du ko'chasi. Men hozir sizga tashlab berishadi, Shavkat aka, buni bir ko'rib gaplashinglar, xo'pmi? Xo'pmi? Mirzo Ulug'bek tumani. Yo'q. TTZ 1. Drobot mahallasida lokomotiv bekati bor. Shu bekat tadbirkor bekatini egallab olgan. Nima qildinglar shuni endi? Ochiq edi. Ertalab oxirgi borganimda ham ochiq edi. Fuqarolarning damlari bo'lsa birga olib chiqardim. O'rtoq, bunda suratga olib, video qilib, shu mahalla raisi chiqib shunda tashlab bersa bo'lmaydi. Mana ahvol qanaqa? U nima, zo'rmi yo zarmi u? Agar adashayotgan bo'lsa, uzrimizni so'raymiz. Nimaga edi? Bunga men rasm tashlab beraman sizga. Tushundim. Nimaga 5-marta murojaatdan keyin? Hozir reklama ekan, men reklama paytida gaplashib olaman. Mirzo Ulug'bek tumani. Bizdan uzoqlashmang. Toshkentda qoling. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Teraflex Ultra tarkibida gingerol bor. U og'riqni yo'qotishga yordam beradi. Bo'g'imlarni tiklash uchun esa Hondra protektorlar va noyob kollagen saqlaydi. Teraflex Ultra. Islom qal? Islomjonmi? Meni bolam. Uyushimdan bandda. Pul yig'ib uyimizni ta'mirlab berdi. Singlisiga telefon olib berdi. Kelinimdan ham bugunning o'zida necha marotaba xabar olib ketdi. Ana u keldi. Katta odam. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Tugadi. Xavotir olmanglar. Mana hozir to'xtagan joyidan davom ettiramiz. Marhamat. Demak, Chilonzor 1, 63-дом. Нет света. Когда дадут? Отключили вторую неделю подряд, по 5 часов. Plexanova yozibdi. Sen kommunalchilikda och chiqartirib olinglar, o'zi nima qilasizlar bu yerda? Xo'p bo'ladi. Mirzo Ulug'bek tumani. TTZ 4. 35-maktab oldi va boshqa joylarda qandaydir yer qazib ketishdi. Yakuniga asfalt qilinmay ketgan ekan. Qani kommunalniydan hech kim kirmadimi, Ilhom? Assalomu alaykum Furqat aka. Qaranglar, u har kim qazib ketavermaydi-ku, demak, ruxsat olib qazishgan. O'rtoq. Reys qazigan xabarimiz bor yo'llarda. Tezlashtirib beringlar endi, usatga u bu deb o'tirmaylar. Ertaga yomg'ir yog'adi. Ertagadan endi balki bir haftadan keyin, loy bo'lib ketgandan keyin bilasizlar. Xo'p bo'ladi. Yangi hayot tumani. Ulug'bek aka. Bay Furqat aka. Alisher kirmadimi? Alisher kirish kerak edi. Yo'q, kirmabdi Furqat aka. Ne erkalamoqda u bolangiz? Assalomu alaykum. Yangi hayot tumani 8-hudud. Oriyat mahallasi. 76-77-dom orqa tarafda katta mashina va kamazlar stanka qilib olishgan. Kechasi tinchlik yo'q ekan. Kimdir nazoratga oladimi? Buni endi hokimga yoki hokim birinchi o'rinbosariga ayting. Sizga aytamiz, Furqat aka betonka tomonini aytyapti-da, katta Covidga ketadigan tomoni. Ha, anu Toshkent mahallasidan chiqib keturish aytyaptilar ular. Oriyat Toshkent. Covid bo'lmasa ketayotgan tomonni aytyapti-da. Xo'p, Yunusobod tumani. Husan aka va kommunalniyda. Assalomu alaykum. Men Yunusobod tumani Bog'shamol ko'chasida istiqomat qilaman. Saidxo'jayev va Shahlo bo'laman. 33-A ko'p qavatli uy oldi juda ko'p chinorlar tepasi qurib ketgan. Yunusobod obodonlashtirish korxonasi vishkalar
kichkina ekan. Bizda katta 25-30 metrli vishkalar. Shamol bo'lsa qo'rqib turamiz. Bu endi katta masala, vishka ham qimmat turadi. Do'stim, bir shu masalani maslahatlashinglar, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, tushundim. Chinorlariga tepasi sinib ketadigan bo'lsa, u pastki mashinaga tushsa juda latiyadi. Lekin vishka ham qimmat, bilaman buni. Bu bir kunlik ish emas, men bilib turibman. Husan aka, nazorat qilib bering, shuni. Yes. Xo'p, Chilonzor yana, Chilonzor. Я Максимова Валентина Архиповна, 41-го года рождения, проживаю. Чиланзар 1, дом 10, квартира 32. Больше месяца в канализационной шахте у нас течет труба. На уровне 3-4 этажа. Все стекает к нам первый этаж. Обращались куда угодно, ничего не сделано. 3-4 этаж не дают доступ. Прошу помочь в решении вопроса замены канализационной трубы. Доступ, tushundingmi yo o'zbekcha yo tushunarli hammasi BSKsiga topshirib beriladi, bajariladi. 3-4 qavatdagilar menimcha sotib olgan, uyda turmasa kerak edi, ochmayapti. Bu yerni zamena qilish kerak, o'rtoq. Ham bo'ladi. Xo'p, Sergeli tumani, Bahrom aka. Assalomu alaykum, eshitayapman bey. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sergeli tumani 7-mavze, 4-uy, 1-xonadon. Uyimiz oldi ta'mirlash ishlari olib borib oxirigacha yetkazilmagan. Afsat qilinmagan, shag'al to'kib qo'yilgan. Bu endi har doim kasalligimizni ko'ryapsizlar. U mahalla raisiga topshirib beringlar, u yugurib bu yoqqa yo'naltirdi, bu yoqqa yo'naltirdi. Tushunarli, qurilish bo'limiz ham eshitibdi, hammasini qilyapmiz. Aniq kiritamiz. Mahalla raisi mahalla yettiligini ishi bu tinchlik bermaslik. Tuman kommunal xizmatlarga qilib berdi. Oddiy narsalar-da bu, oddiy narsalar. Yangi Hayot tumani. Здравствуйте. Вода еле теплая, даже посуду не помыть. Спустя час только согревается. Спутник 17, дом 12А, Abdullayeва. Hozir sizga telefonni tashlab beramiz. Gaplashib olasizlar. Uchtepa tumani. Assalomu alaykum, Fuqat aka. Alaykum. Ko'rmayman. Qani kommunalniyda? Kommunalni eshitib turibdi. Qanaqani yoqmabdi-da. Sen yana advokatligini boshladingmi, ey bola? Qani kommunalniy chiqsa menga aloqaga. Yoqmayotgan bo'lsa. Ne olib tegishli deyapti. Sani. Hozir kirib turadi. Hozir men yetkazaman Fuqat aka. Menga jonli efirda butun Toshkent aholisi oldida. Taqachi ko'chasi 42-uy orqasida betonkaning cheti juda iflos. Shox-shaba chiqindilar tashlangan. Mahsulotdan iltimos qilishyapti. O'zing shaxsan shug'ullanasan ertaga. Taqachi raisi bilan birga. Yolg'on ishlatma menga. Chilonzor tumani. Qil aloqaga. Aloqada bizni. Do'stim, assalomu alaykum. Ismim O'ktam. Chilonzor 14-mavze, 16-domda turaman. Necha yildan beri fasadi remont qilinmagan. Yomg'ir yoqqandan keyin suv o'tadi. Ta'mirlab berishmayapti. Zo'rdi. Uchtepanikimi? Uchtepa bo'lishi kerak. Ha, bizada Bog'iston mahallasi. Siz qaysi tuman turishingizni bilmas ekansiz-ku, Uchtepa tumanida ekansiz. Agar shu adresni gapirayotgan bo'lsangiz. Telefonlar bor, hozir bilib olgin. O'ktam aka, eslab qoling, siz Uchtepa tumanida yashaysiz. Shug'ullangan, xo'pmi? Tushunarli. Yashnobod tumani. Azim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yashnobod tumani Shoxtepa ko'chalarida sovuq suv o'tkazishgan, kanalizatsiya o'tkaziladimi? O'tkazilmasa asfaltni to'g'rilab qo'yish mumkinmi? 1 yil bo'libdi. Kanalizatsiya poylashyaptimi o'tda 1 yil? Xabaring yo'qmi? Ba'zida tushunmadim, Shoxtepa qaysi? Yo'q, Yashnobod Shoxtepa deb qo'yibdi. Baraka topkurlar, nom yozgandan keyin telefoninglarni, isminglarni yozinglar, biz ham murojaat qilaylik. Bu Shoxtepa ko'chasini bilmayapti hozir tuman rahbariyati. Qaysi? Oltintepa mahallasi bu. Ha, To'rkentepa mahallasi. To'rkentepa bo'lsa bu. Sizlardan hurmatli, anonim yozmanglar. Isminglarni, telefoninglarni yozinglar, sizlarga aloqaga chiqamiz biz. Yaxshilik uchun.
xuddi shunaqa Olmazor tumanida Olimpiya mahallasida 5-domda turaman. Domimiz oldida asfalt qilamiz deb va'da beradi. 1 yildan oshibdi. To'lovlar to'liq yig'iladi. Ismingizni yozsangiz undan ham yaxshi bo'ladi. Siz mahallaning raisi, o'ta mahallaning yettiligi yaxshi-ku, Shavkat aka. Juda faol. Bilib bering nima bo'layotganini, xo'pmi? Mana xo'p. Qo'yliq 2 bu Mirobod tumani. Marhamat. G'anisher aka, o'zingizmi yo yana bormi kommunalda? Kommunalda ham bor. O'zim Yozib olaylik. Qo'yliq 2-mavze 1-domda 96 ta xo'jalik yashaydi. Uy deylar, xo'jalik, oila deylar. Stoyankaning o'rniga nimadir qurishyapti. Hamma mashina ko'chada bunga yechim bormi Furqat aka? Iltimos shu masalaga amaliy yordam bering. Mirobod Qo'yliq 2 massiv dom 1. Nima u yerda qurilyapti do'stim? Assalomu alaykum Furqat aka. Labay. Ziyonnur mahallasi o'sha tashrifga tayyorgarlik ko'rilayotgan mahalla. Yo'ga qara, sen bilib berganda aka. Menga aniqini ertaga tushuntirib ber. Dom qurilmayaptimi bu yoqqa? Yo'q, amfiteatr aholi uchun. Amfiteatrmi? Unda yaxshi. Ammo odamlarga aytinglar, amfiteatr bo'lsa, unda hali qarsak chalib kutib olishadi amfiteatr. Mana haligi yangi komol. Sen ko'p gapiryapsan. G'anisher aka. Aholi bilan uchrashish bo'ladigan bo'lsa, ko'rsatib beringlar anaqasini, eskizini. Yangi komolanda qanaqa zo'r amfiteatr qurilgan. Bu kim u kommunalnidan bu yigit? Ziyoddinman. G'anisher aka, o'z Anvar Nazarichga tushuntiring, bir haligisini olib turib, mahalla ahliga ko'rsatib beringlar. Bo'ldi. Masala yopildi bunda. Chilonzor tumani. Chilonzor tumani. Do'mbrovod mahallasi 1-proyezd o'smir 11-uy 4-xonadon Qosimbek Fozilbek nomidan. Ko'chamiz asfalt qilib berishsin, iltimos. Chang yutib yurimiz edi. Bu asfaltga sizlar ham urra qildinglar. Erta indin ulgurasizlarmi, yo'qmi sovuq tushganda asfalt qo'yishga? Kommunaldan yozib oldingiz-ku do'stim, tushunarlimi? Buni dastur qilib kiritinglar anaqa. Ertaga hokimga. Yunusobod, Chilonzorda ham bor ekan. Здравствуйте. Квартал, 66-й дом. Мало того, что с утра нет горячей воды, который день подряд отключает свет, якобы меняет кабель. Вторую неделю каждую ночь. Телефоны бар. Do'stlar, nima bo'lyapti? Kabellarni o'zgartiryapsizlarmi bu yerda? Kabellar almashyapti. Abonentskiy shitlar ham qilinyapti. Mana qarang. Yangi vaqtinchalik Labi. Telefon. Bu opamning telefonini. Opammi, akammi bilmayman. Telefonni bilan tushuntiringlar, qanchaga ham davom etadi? 1 hafta davom etadi, 2 hafta. Ularda informatsiya yo'q. Sizlar o'zbek tilida yozgansizlar-da, ular o'qimay ketishgan, bilmayapti shunga. Tushunarli. Yunusobod. Rahmat. Yunusobod. Yozib oling. Assalomu alaykum. 14-mavze Yunus ota mahallasi 136-avto bog'chadan qurib qolgan terak daraxt haligacha kesaman. 4 marotaba murojaat qildim. Abdurayim aka. Iltimos qildilar tag'in. Husan aka. Buqadagi me'morzo'r ertaga men bu adresini hozir yozib oldim. Hozir ekologiyadan Husan aka aloqaga chiqing. Knopkani bosing. Furqat aka, uni haqiqatda juda katta daraxt ekan, unda xabarim bor. Olishadi, gaplashganmiz. Katta guruh borib kesib olishadi. Hujjatlarni qilib qo'yishibdi hammasini. Oldiramiz uni. Nazoratda turib bering, bog'chani oldida bolalarda, bolachalar yuradi, odam kesib olish ham juda og'ir kechadi. Shuning uchun texnika tashkillashtirib olamiz. Buni aytildi, hammasi nazoratda. Tezlashtiringlar. Bolaning bog'chasini oldi, bu birinchi navbatda qilinadigan ish. Sergeli tuman, rahmat. Bahrom aka. Assalomu alaykum. Aka debdilar. Yaxshi ishlayapsizlarmi? Men Sergeli 5 Habibiy mahallasidanman. 105-uy. Aka, shunaqa aka emas, aka deb yozishdi. Mana bunda bugun issiq suv o'chdi, ertaga sovuq suv ham o'char ekan. Qachonda shunday bo'ladi? Sizlar endi qayerdadir o'chirishayotgan bo'lsa, mahalla raislari odamlarga tushuntirsin. Telegram kanallari bor-ku, Bahrom aka. Ko'ryapsiz-ku. Muammo yo'q, yetkazganmiz, yana aniqlik kiritamiz. Hamma Xo'p, qisqa muddatli reklama ekan.
Reklamadan keyin qaytib kelamiz. Uzoq ketib qolmanglar. Karsinkada 220 grammlik Hochland tvorogli qaymoqli pishlog'i bor yo'g'i 29990 so'mdan. Mehr uchun vaqt toping. Asl baraka. Efkazalin Aqua'ni olib sinab ko'ring. Efkazalin Aqua tumovsiz yashang. Atabekov. Sinalgan sifat. Bir dona Picalax tabletkasini kechqurun qabul qiling va ertalab yengillashing. Bavi. Bayram bizniki, sovg'alari sizniki. 80 grammli Milka shokolad plitkasidan xarid qiling. Ikkinchisi esa sovg'aga. Kutib oling. Toshkent kanalida yangi mavsum. Telekanalimiz siz sevgan loyihalar, yangicha ko'rinish va kutilmagan yangiliklar bilan siz tomon oshiqmoqda. Biz siz uchun ishlaymiz. Siz haqingizda o'ylaymiz. Toshkentdagi hayotni qalbingizga olib kiramiz. Hayotning ekranga ko'chgan tasviri odamlar orasida novellasida. Toshkentda iste'dodlar ijrosi orqali yangi yulduzlarni kashf eting. Zamonaviy avlodning yuragi qayerda uradi? Albatta, Trenddasiz loyihasida, poytaxt yo'llarida. Bu harakat, xavfsizlik va hayot-mamot haqida. Toshkentning ilm maskani, bilim, fan va ta'lim dargohlariga sayohat. Poytaxtga tashrif buyurgan taniqli mehmonlar bilan suhbatlarni Go'y stolitsida tomosha qiling. Ijobiy emotsiyalar, tabassum va yumorlarmi? Unda yaxshi kayfiyatni ko'ring. Qo'shnilar, yaqinlar, samimiyat va qo'shnichilik qadriyatlari. Ekran ortidagi sirlar va siz yoqtirgan ijodkorlarni kadr ortida ko'rsatadi. Poytaxt tunlari qanday o'tadi? Toshkent oqshomi, poytaxt hayotining romantik va ilhomli kechalari. Eng quvnoq, qiziqarli va hammabob ko'rsatuv Toshkentdan ko'rsatamiz. Kutilmagan mehmon, nogohon tashriflar, taassurotlar va syurprizlar. Dunyoning yana bir sirli xilqati 8-mo'jizada. Yuraklarni yuraklarga bog'lovchi uchrashuvlar markazi. Uchrashuv Toshkentda. Xorijning eng sara turli janrdagi filmlari, klassik va zamonaviy milliy kinolarimizning namunalari va albatta bolajonlar uchun rang-barang multfilmlar. Toshkent telekanali bilan birga bo'ling, chunki bu yerda hayot jonlanadi. Yangi mavsum, yangi kayfiyat. Karsinkada 220 grammlik Hochland tvorogli qaymoqli pishlog'i bor yo'g'i 29990 so'mdan. Assalomu alaykum. Mehr uchun vaqt toping. Asl baraka. Yaxshiyam, Trimol mavjud. Bosh og'rig'imi? Shunchaki Trimolni tanlang. Musa bor bo'lsa uyda, ovqat tayyor bir zumda. Chiroy tozalikdan boshlanadi. Aley, tozalik ifora. Bavi. Bayram bizniki, sovg'alari sizniki. 80 grammli Milka shokolad plitkasidan xarid qiling. Ikkinchisi esa sovg'aga. Demak, chiqib ketmadim. Yashnobod tumani. Men efirda shekil. Azimjon, shu yerdamisan? Shoddaman. Menga exa beryapti yigitlar. Yashnobod tumani Elbek ko'chasi bo'ylab yashil hududni sug'orish tizimi yo'lga qo'yish ishlari boshlangan 2 yil bo'ldi. Lekin hali beri tugaganga o'xshamaydi. Hamma yon ko'lab ketilgan, material yetarli emas, ishlab to'xtab qolgan. Elbek ko'chasi 61-uy, Abdulla Qosimov. Tugatasizlarmi o'rta? Do'stlar, nima bo'ldi? Eshitilyaptimi? Bo'ldi, Tugaydi. Tugatinglar tezroq.
Yunusobod tumanidan Husan aka. Kurinkasiga kelibdi. Mana kommunalniydagi yigitimiz bilan birga. Assalomu alaykum. Yunusobod tumani 4-kvartalda qad ko'taradigan afsona rezidens turar joy majmuasi mana bir oydan beri katlama ishi jarayonida atroflar domlari ham 4 ballik zilzila effekti bermoqda. Qurilish tugaguncha domimiz chidab bersa bo'ldi. Aslida bizning kvartalimizda igna tashlashga ham joy yo'q. Novostroyka, vino, vodka, PlayStation hamma joy. Bu hozir tushunasizlar, ko'p qavatli, u kamida 16 qavatli quryapti. Yerga ko'p urayotgani uchun zirillab ketyapti. Husan aka, sizdan iltimos, bu mahalla raisi ertaga bitta guruh tuzsin-da, odamlarning uyini ko'rib kelishsin. U zarar yetayotgan bo'lsa, застройщик возмещение qilib berish kerak. Tushunadi. Yoqmaydi bu gaplar. No, boshqa ilojimiz yo'q. Tushundingizmi? Yozib oldim. Tushunarli. Kimga yetkazinglar, bu juda серьезный masala. Keyingisi, здравствуйте, Yunusobod 2 kvartal 7 dom. Здравствуйте. Sovuq suv ertalabdan beri vodokanalga ettilar yoqib berishsin. Yana sovuq suv. Sizlarda har hafta sovuq suv bo'lyapti. Ukam, sen remont ketsa beringlar sovuq suv, Sovuq suv tezlashtiringlar uni. Tushunarli. 4-здравствуйте. Kvartal, 4 kvartal, 19 dom, 20 kvartira. Net горячей воды. Mana adresi bor. Xo'p. Olmazor tumani. Kichik halqa yo'li, Go'standart Beruniy chorrahasida UFS do'koni oldida kovlab ketishgan, asfalt qilib berishsin. Bu qanchadan beri yuribdi? Ancha bo'lib qoldi. Tezlashtirib beringlar, Sanjar. O'rgangan. Yashnobod tumani, yozib olinglar. Lekin Yashnobod tumani g'alabaning 40 yilligi, Tuzil. 3-qavatli ko'prikda 3 qavatli ko'prik ketishda garmoshka oldida joy asfalt shuni oxirigacha yetkazib beringlar debdi Shavkatbek Eshonov. Ikkinchisi Furqat aka 255-maktab oldida kovlanganiga 1 oy bo'ldi. Afsus, yopishmayapti. Bitta o'quvchi tushib ketibdi. Azimjon. Sen bu bilan o'ynashmaylik o'rtoq. Bu yosh bolalarda. Ayni so'g'il bolalar, sho'x bo'ladi, bir-birini itarib yuboradi, bir-birlari. Yosh bolalarda tushunishmaydi. Shunda ertaga bartaraf qilamiz. Rahmat. Mirzo Chilonzor tumani kechasida. Chilonzor tumani. Assalomu alaykum. Arnasoy ko'chasi 2-kvartal 34-dom. Podyezd remont talab, hamma yoq to'qilib ketyapti. Domimiz bo'ylab gematologiya bolnitsasi ro'parasida. Domimizning bir qavatlari hammasi dorixona ochib tashlashgan. Hamma yoqni beton bruschatka qilib tashlagan. Bironta daraxt ekishga joy qolmagan. Endi buni bir bosh qotirish kerak ekanda. To'g'ri, masala ko'tarishyapti. Bu hamma yoq beton bo'ldi. Lekin remont talab. Bir ko'rib beringlar, xo'pmi? Kommunalnidan do'stim. Tushunarli. Rahmat. Hop, Mirzo Ulug'bek tumani. Здравствуйте, Сейдеминова. Карасу 2, дом 1, с 1 по 13, нет света. Давайте, Ali. Go'rpesdan yo'qmi bizada odam? Biz o'zimizdan chiqaramiz tumanda. Tushunmadim. Tumanimizdan chiqaramiz hozir dejurniy brigada Qorasuvga. Bu kameralarni yoqib olinglar, baraka topib ko'ringlar, hali kattakon rahbarlar. Mana bu xalqdan qochyapsizlar. Kim sizlarga qo'yibdi kamerani o'chirib qo'yib o'tirishni? Kim u iPhone'da maza qilib o'tiribdi? Chilonzor kechasida Shayxontohur tumani, Dilmurod yozib ol. Assalomu alaykum, yaxshisizlar. Men Qosimova Zilola. Menga Toshkent kanalida Furqat aka yuboradigan ko'rsatuv iltimosi bor edi. Bu menga tushdingiz. Onam Abduqodirova Zebo opa, Shayxontohur tumani Massiv Jarariq 7-uy 41-xonada yashaydi. Iltimos shularni liftlarini yangilab berishga, onamning yuraklari kasal ekanlar. Endi liftni hozir yaxshi kelishni boshladi, lekin ro'yxat bo'yicha sen bilib bergin, xo'pmi? Va navbatini ko'rib chiqaman. Joylari bor ekan. Mana qara, nazoratga men olaman. Sizlar nazoratga olurmanglar, jafatda ketmas. Sizlar boringlar-da, hozir mahalla raisiga berganda shu onaxonni borib ziyorat qilib kelsinlar, 2 ta non olib. Xo'p bo'ladi. Tushuntirsinlar. Agar lift keladigan bo'lsa, xursand bo'lsinlar, so'yinchini olsinlar, duo sifatida. Agar lift bugun erta kelmaydigan bo'lsa, qachon kelishini tushuntirib, tinchlantirib kelsinlar. Xo'p bo'ladi. Chilonzor tumani. Chilonzarskiy rayon
улица Алмазар, дом 167-169А. Выбила фазу в шахматном порядке. Нет, также нет подачи горячей холодной воды. Do'stim chiqartirib yuboringlar hozir dejurniy gruppalar bugun kechasidan ishlaydi shekilli. Hozir chiqadi joyiga. Zolubey tumani. Assalomu alaykum Furqat, yoshlar katta yozyaptilar. Tunjur opa yozibdilar. Mirzobek tumani Sayram ko'chasi 3 oy yonida ichki yo'llar ahvoli yaxshi emas. Tunjur opa Sayram ko'chasidan 33A uy 59-xonadan. Ilhom, hozir telefonlari bor-ku. Onaxon hali beryapman. Telefon qilib o'zing qil. Bo'ladi. Yaxshi. Bu kimga ekan? Kim bo'lsa tushunib olinglar, takliflar bor ekan. Shaxsiy BSKlar sonini ko'paytirish lozim, litsenziyani olish jarayonini yengillashtirish lozim, raqobatni kuchaytirish lozim. Nimaga aholiga boshqa o'zi qolgan BSKlarni yonlashga to'siqlar qilyapti? 60 dan ortiq uylar ish kuchini yo'qotadi ekan. Menimcha 50 dan ortiq bo'lishi kerak ekan, telefonlarni bergan. Buni Samaradan kommunal xizmatga, kommunal boshqarmasiga berib qo'ygan. Bu umumiy ekan, taklif bular. Rahmat taklifingiz uchun. Olmazor tumani. Assalomu alaykum Furqat aka, Olmazor tumanidaman. Ismim Zilola. Yaxshisiz, men hech kim yordam bermayapti. Men ham O'zbekiston fuqarosiman-ku, hech kim inobatga olmayapti meni gaplarimni. Bolalarim bilan yordam so'rab qiynalib ketdi deb telefonlar. Sho'kataga bir qarang, kim bo'ladi Zilola? Men tanish ko'ryapti. O'sha Zilolami biz bilgan? Yo boshqami? Bilinglar, hozirmi o'rta? Hop bo'ladi. Telefon bor. Telefonlari bor. Telefonlari bor. Sergeli tumani. Sergeli tumani. Bahrom aka, assalomu alaykum Furqat aka. Men Sergeli tumani eski Jaloir mahallasidan. Bizning mahallada 3 yildan beri asfalt bo'lgan. 3 ta ko'cha asfalt qilinmay qolib ketgan. Iltimos yordam beringlar deb rahmat deb yozibdilar. Eski Jaloir bo'ladigan bo'lsa, men yakshanba kuni eski Jaloirda bo'ldim. Borgan ko'chalarimda asfalt bor edi. Demak, boshqa ko'chalarni aytishyapti. Mahalla raisi chiqsin sizga. Zangiota tumanida o'tgan mahallamiz ozroq ko'chasi qolgan, 5,5 kilometr ko'cha. Bu bor ko'cha ro'yxatda bor. Men nima to'g'risida? Men o'zim yakshanba kuni aylandim shu mahallangizda. Eski Jaloirga bordim, Sohibqo'ronga bordim, bilasiz. Zinat yonidan o'tdim. Sizlar qilib beringlar buni, u bilaman ro'yxatda borligini. Uni qilib berish kerak. Tushunarli. Olmazor tumani. Qamarniso 1A domda issiq suvni ilib yotibdi 2 kundan beri. Davleniya yo'q ekan, telefonlari bor. Sanjar, o'zingning ishing bu, qadrdon. Uchtepa tumani. Assalomu alaykum. Furqat aka. Uchtepa tumani Qoziguzar mahallasi. Qoziguzar 4-tor ko'chada yashovchilar shu yilning o'zida 3 marotaba takror murojaat qildi. Bizning hududda yer osti suvlari yaqinligi va suv yo'nalishi mavjudligi bois imorat poydevori tortib ketyapti. Ushbu yer osti suvlari Qoziguzar 3-tor ko'chasida mavjud. Ariqqa sizib chiqishi va suv zaxiralari nisbatan kamayishi aniqlangan. Xo'p, bular demak juda katta yozishgan. Sen olib turib mahalla raisi bilan gaplashib o'ta arv to'g'risida gap ketyapti. Bildingmi? Hashar qilamiz deyishdi. Bilmadi, hashar qilinglar, qadrdonlar, tushuntiramiz. Tuman hokimi yordam beradi. Dedim, "Da hashar ham qilib turish kerak-da." Chiqib shu kovlab, lekin texnika yetmaydi, ular texnikani ola olmaydi hech qayerdan, shuning uchun tuman hokimidan iltimos qilinadi. Texnika olib bersa ish ancha yengillashadi. Kelishdik. Tushunarli. Hozir yomg'ir yoqqandan keyin o'sha devoriga kelib tushadi-da, u nurashni boshlaydi. Biz ular shundan qo'rqishyapti, biz ham shundan qo'rqishimiz kerak. Shuni tezlashtirdik, o'rtoq. Xo'p. Yunusobod, улица Karankul 66. Нет света полдня. Коммунальщикlar, xizmatlar chiqartirib yuboringlar do'stim. Здравствуйте, повторно. Чиланзар, 19 квартал, дом 63. В течение недели каждый день отключают горячую воду. Хакимова. Telefonda gaplashib olaylik, nimaga o'chirilyapti, o'rtoq? Hop, tushundim. Yangi Hayot tumani. Assalomu alaykum. Gaz hisoblagich va'da qilishgan nariga o'tishmayapti. Shu masalaga amaliy yordam beringlar. O'zgarish massiv Mashal mahallasi 1-uy 195-xonadan telefonlar bor. Mana shunaqa odamlar, rahmat sizlarga. Hammasini aniq beryapsizlar. O'bek aka, yordam berib yuboraylik. Xo'p. Telefonlari ham bor, hammasi bor. Gaz hisoblagich kerak narsa. Yashnobod tumani. Azimjon, здравствуйте. Сколько я обращался, ответа нет. У нас дома нет, мы живем в квартире, махалля Парвоз, закрывает глаза данные хакимиат Яшнободского района.
Parvoz 27-uy 1-kvartira ekan. Bu uy so'rayaptilar, sen yaxshi bilsang kerak, bir xotin-qizlar bilan gaplashib olasan, xo'pmi? Sayyora bilan. Xo'p, bo'ldi. Uchtepa tumani yozib olgin. Assalomu alaykum Furqat aka, Uchtepa zargarlik 12-mavze 60, 61, 62-domlar oralida ovqatlanish shoxobcha hech qanday ruxsatsiz yuribdi. Nima bo'ldi? Shu tadbirkor ustidan yozishadi anonim holatda. Nima bo'ldi o'rtoq? Furqat aka, assalomu alaykum. Uni o'rganib chiqdik. Men o'zim sizga alohida axborotni beraman bu bo'yicha. Sekretniymi? Yo, sekretniy emas, anaqa qonuniy jihatdan o'rganib. Qonuniymi? Ha, qonuniymi? Tashlab beramiz. Shartnomasi bor ekan. Yo'q, qonuniymi? Siz talablarga bajaryaptimi? Bormi? Rasmiylashtirgan bo'lsa, shundan mahallani kanaliga qo'yib qo'yinglar rasmiylashtirgan. Noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, demak, to'g'rilab beringlar. Men yopinglar deyotganim yo'q. Uni hammasini rasmiylashtirib beringlar deyapman. Agar mumkin bo'ladigan bo'lsa, mumkin bo'lmaydigan bo'lsa, demak, mumkin emas. U birdaniga qilmaylik, u ham tadbirkor, u ham tirikchiligini qilyapti. Kelishdik. Xo'p, bo'ladi. Lekin gapi anonim bo'lsa ham jitillarning gapini qilamiz. Iltimos sizlar yozganinglardan keyin ism, familiyani yozinglar, bo'lmasa biz sal boshqacharoq tushunamiz. Xuddi konkurentlik yo'qotayotgandek. Bunaqasi bo'lmaydi. Ism sharifini yozsanglar, noto'g'ri agar bo'layotgan bo'lsa, to'g'rilaymiz. Agar to'g'ri bo'layotgan bo'lsa, sizlarga yetkazamiz. Reklama ekan biz. Tez orada qaytib kelamiz, uzoq ketib qolmanglar. Qayoqqa? O'tiring, reklama ko'ramiz. Teraflex Ultra tarkibida gingerol bor. U og'riqni yo'qotishga yordam beradi. Bo'g'imlarni tiklash uchun esa Hondra protektorlar va noyob kollagen saqlaydi. Teraflex Ultra. Bizning didlarimiz farq qilishi mumkin. Lekin ko'pikli Jacobs Cappuccino bizni birlashtiradi. Jacobs, hayot lazzatidan bahramand bo'l. Hey bola. Jim o'tir, bo'lmasam ukol qilaman. Ko'rasizlar, shunga keyin suhbatlashamiz. Hop. Men Aynazar salom bermoqchiman, mayli. Assalomu alaykum Aynazarova Shahida. Mirobod tumani Farg'ona yo'li 792-domda damkom yordamchisiman. Bizning ko'p qavatli uyda podest derazalar ochilmaydi, eshiklari sinib yotibdi. Ko'chib kelganimizda 3 yil bo'ldi. Podest devorlari ko'chib ketyapti, kapellar sinib ketyapti. Bu yangi dom shakli, ha? Zavoddan yangi domga o'xshayapti. Shunaqa Furqat aka. Shunaqa xarob bo'lib qoldim. Endi buni hokimga yetkazinglar, sizlar o'zingizlar hal qila olmaysizlar. Hokimga yetkazinglar, mana shunaqa bo'ldi. Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum. Lavozim menga yoqdi. Damkom yordamchisi, qoyilman. Rahmat. Aksiv bo'lganinglar uchun baraka topinglar. Bu yaxshi. Assalomu alaykum. Sergeli tumani, Sergelidan Xonobod mahallasi, Beruni 1-tor ko'cha, Otabek yozibdilar. Bahrom aka Otabek aka bilan tanishib oldilar. Eski qadrdon shu ichimlik suvi napori pastligi to'g'risida va ichimlik suvi bo'yicha doim yozadilar. Men sizga tashlab qo'yaman. Alisher aka yaxshi bo'lardi, oxirida shu yaxshi bilganlardan murojaatga ham qaramasdilar. Endi siz iltimos yangi ko'z bilan qarang. Tushunarli. Xo'p, Yunusobod tumani yozib olinglar. Assalomu alaykum hurmatli Furqat aka, bir oydan beri sizga murojaat qilamiz. Hech kim kelmadi. Hali ham shu ahvol. Ko'chada to'y ham bo'lib o'tdi. Iltimos asfalt qilib berishinglar. Hamkorobod 3-tor ko'cha. Qachon qilamiz? Qadrdonlar Yunusoboddan. Tele yosh, tele o'ta tajribali inson. Qachon qilib berasiz Hamkorobod? Bu sam ruschada bitta ibora bor. Daftarovo prishествие deydi. Ish yuzitamizmi endi? Furqat aka yo'lni chekkasida kovlab boryapti, orqasidan to'g'rilab boryapti. Boradi, endi ham yetib boradi. Men oldingi safar shu oldingi safardan keyin bo'lsa, 33 yildan bo'lsa, 3 yil 3 hafta bo'lsa 3 hafta deylar. Men shunga qarab murojaatchi bilan gaplashaylik. Yo, biz qurilish bo'limi bilan gaplashdik buni. Men oldingi safar tushgandan keyin bordim men Hamkorobodga. Rais bilan aylandik, ko'rdik. Sizga muammo yo'q, borishingizni bilaman. Baraka topsin, haligi ba'zi birlar kabinetdan chiqmaydi-ku, o'shalar qilib berishsin. Pul o'tadi-ku. Tushunarli. Xo'p. Azimjon,
Добрый вечер. Опять стройка шум напротив дворца Веселья. По ночам работает. Сам bilib ber, nima o'tda qurilish bo'lyapti shekilli. Xo'p, Mirzo Ulug'bekskiy rayon, yozib olaylik. Здравствуйте, уважаемый Фуркат ака. Меня зовут Хасанов Марат. Проживаю в Мирзо Улугбекский район, улица Миллибах, 1/2, Иқтидор махалла. Живу с мамой. Я сам инвалид второй группы. Мама лежачая. Nima bo'ldi? Bor uni ustasi bilan birga borib qo'yib berishimiz kerak qoldi shu. Material olib kelib qo'yganmiz. Material olib kelib qo'yganmiz. Ustasi bilan birga borib qoqib, ana tomirini qilib bersak bo'ldi. Nimaga menga videosini tashlamading? Demak, hech narsa olib bormagansanlar. Yolg'on ishlatyapsan hozir. Ne videosi yomandi? Videoda yubordim-ku sizga. Men yana повторni yuboraman. Shipirlab qo'yilgan, butunlarini tanlab olish kerak ichidan. Javob ish qilayotgan ekansan, oxirigacha qilib qo'yinglar endi. Men kechirmayman, qadrdonim bo'lsam ham, kechirmayman agar nogiron o'yinni qarab bermasanglar. Telefonlari bor, gaplashgan hozir. Umida bilan. Ha, sizlar nomeri bor, telefon qilaman hozir. Ikkita sanga kelgan, yozib ol. Улица Авиасозlar 4, вокруг дома 79-69-67, в таком состоянии детская площадка. Мы с внуком ходили, все сняли, очень хотелось бы, чтобы починили. Tushundingmi? Assalomu alaykum, Jarboshi mahalla Serikbayeva 37-uy, svet o'chdi, qachon yoqiladi? 2 oydan beri shunaqa ahvol ekan. Bu yerda ham haligi Toshkent viloyatida nima bilmayman, переключение qilasizlarmi? Keyingisi Furqat aka, assalomu alaykum. Mirzo Ulug'bek tuman TTZ 4, 35-maktab oldida boshqa joylardan qum to'kib asfalt qilingani yo'q. Yosh farzandlarim shu changlarda yutib yurishibdi. Duo qilamiz. Rahmat debdi, qilib beringlar tezroq. Duo olgin kelsa tez qilib bergin. Yashnobod tumani. Yashnobod tumani 2-mavze 18-uy yerto'lasi ahvoli tuman hokimiyati mas'ullari tomonidan nazoratga olinib, mavjud muammolarni bartaraf etishga amaliy yordam beringlar. Yerto'la turbalar osilib yotibdi. Kommunalchiklaring hech qimillamadi azim. Kommunalchiklaringga hech yolchimadinglar sizlar. Кенси, здравствуйте. Уже 3-й раз за год производится санитарную обрезку деревьев. Это просто замечательно. Но почему за собой не убирает? Яшнобадский район, Султан-Али Машхади, дом 217, корпус 2. Опять огромная куча мусора. Rahmat, uni обрезка qilayotganinglar olib tashlanglar, xo'pmi, anaqalarini, qoldig'ini. Bu endi texnik masala-ku. Xo'p. Здравствуйте. Алмазарский район. Массив Олимпия, 146 дом. Отключение освещения в подъезде. Электричество в доме есть, но в подъездах отключено. Dilshod yozibdilar. Chiqinglar, hozir telefonlari bor. Assalomu alaykum. Yunusobod tumani 17-mavze, 17-dom oldida bolalar o'yingohi ta'mir talab deyishibdi. 6-marta murojaat qildi, natija yo'q. Sizlar nima qilasizlar? Rekord qilib 66 martalab qoldirmoqchimisizlar? Men juda xafa bo'laman Yunusobod tumani. Oxirgi paytda natijadorlik pasayib ketdi. Mirzo Ulug'bek tumani. TTZ 2 dahasi hokimiyat rahbarlari qachon aholini qachon rozi qiladi? G'ofur G'ulom bog'ini ta'mirlash ishlari qaysi G'ofur G'ulom? Oxirgacha bitkazilmagan. G'ofur G'ulom bog'i bormi sizlarda? Men tushunmadim. Bu qadagi uyg'onish mahalla bo'lsa kerak, o'tda bog' qilganimizda o'zi stadion qurib hozir yakunlamadik hali. O'sha ham yakunlab bersa, bog' yaratganmiz, besetkalar, boshqa. Oxirgacha futbol maydoni qurish. Boshlaysilib. Yashnobod yozib olgan. Yashnobod tumani Tuzel, Abay Kunanov Chingildi mozorini ko'chasida chiroqlar o'rnatib berishi juda chiroyli bo'ldi va savobga qoldinglar. Mahallamizga hamma sizlarni duo qilishyapti. Lekin 76 va 75-dom stolba chala qolib ketgan ekan. Do'stim, hozir tashlab beraman, oxirigacha yetkazib beringlar. Mayli. Toshshaharnur ham shu yerda o'tiribdi, boshqalar ham shunday iltimos qildik, o'zingizlar yordam berdinglar. Oxirigacha qilib beraylik. Yaxshimisizlar? Yangi Hayot tumani yozib olinglar. Ulug'bek aka va kattakon rahmat. Hamma minnatdorchilik hal qilib berdilar masalalarni. Meni ismim Abdulloh. Yangi Hayot tumani O'zar 81-uy 32-xonadon. Ulug'bek rahmat, bu yetim bola, sizlar oziq-ovqat bilan ta'minlaganinglar. Rahmat. Savobi hammamizga tegsin. Rahmat. Yunusobod yozib olinglar. Yunusobod 4-kvartal 30-uy 50-xonadon. Aliyeva. Горячая вода по утрам течет холодная. В ЖЭК обращались, никакой реакции. Tushundingmi?
Chilonzor 19-kvartal 63-uy 63-xonadon Karimjonova issiq suv qachon bo'ladi? Hozir JK qildim. Ular bilmas ekan, uni hech kim bilmayapti. Nima bo'ldi senlarda do'stim? Odamlarni issiq suvdan o'chirib qo'yapsanlar, bo'ldi. Violaning ishi bitib bo'ldi. Hozir javob bermaysanlar bunaqa paytda. hozir so'raveramiz, Violadan aniqlik kiritamiz qachon bo'lishini. Sizlar bilishinglar kerak, menga aytishinglar kerak nima bo'lganini. Keyin Assalomu alaykum Furqat aka. Mirzo-Ulug'bek tuman TTZ 4 35-may tavalda bog'cha joylarida qum asfaltli. Boya duo so'ragan 2 marotaba yozibdilar. 2 marotaba duo olasan, qilib bersang. Sergeli 3-3 kvartal, Sergели 3 квартал, 29 дом, 1 квартира, Егорова. Вместо горячей воды идет холодная. Siz yozyapsizlarmi? Bahrom, qarab turganingizda yozyapsizlar, bajaringlar buni hozir. Ana Abuzar degan ajoyib inson bor. Yangi hayotdan assalomu alaykum. Hurmatli rahbarlar, qilayotgan ishlaringiz tahsinga sazovor. Eshitayotgan muammolarni eshitib xursand bo'lamiz. Bizni yangi hayot tumanda gaz hisoblagichni va'da qilishgan nariga o'tishmaydi. Shu masalaga amaliy yordam beringlar. Boyagi o'zgarish massiv Mashal ko'chasi 1-uy 196-xonadon. Mana shu chiroyli gaplarga ham yordam berishimiz kerak-da, Ulug'bek aka. So'qib gapirsa qilib beramiz. Yaxshi gapirganga 3 barobar tezroq qilish kerak. Шахантаур туман, yozib olinglar. Здравствуйте. Шахантаурский район, C13, дом 27, квартира 45. Уже несколько дней вместо горячей воды течет прохладная вода. В чем причина? Телефон. Nurmat, prichinasini bilib aytgan va to'g'rilab beringlar. Hali prichinasi bizga shart emas, bizga qilib beringlar. Yunusobod, 17 квартал, 17 дом, отключили электроэнергии. Свет o'chibdi. Здравствуйте, Mirzo-Ulug'bekский район, массив Фируза, дом 18, квартира 39. Чен yozibdi. 5-й день вместо горячей воды течет холодный. Nima qilyapsizlar sizlar? Odamlarni morj qilmoqchimisizlar? Uchtepinский район, 15-й квартал, дом 8, квартира 53. Нет горячей воды. Qasimov yozibdi. Nima unaqa? Горячей вода yo'q. Tam bilmadim. Olib ketadi. Shahzodaga nazoratga olib bering shuni. Nazorat etilgan ham sizlar. Qilib beringlar, nazoratga olish on. Assalomu alaykum. Uchtepa tumani Qoziguzar 4-tor ko'chasida yashovchilar murojaat. Bizning hududda yer osti suvlari bo'yicha boyagi gap, ariq qazib, sizib olmasligi sabab imoratlarning devorlarini nurab ketyapti. Boyagi gap. Sen ertaga menga mahalla raisidan video qilib bergin, shu joylarni, xo'pmi? Xo'p. Здравствуйте, Mirzo-Ulug'bekский район, ТТЗ-1, дом 22, квартира 63. Нет света. Архипова Людмила. Каждый день отключает. Чиланзар, здравствуйте, повторно. Чиланзар, 19 квартал, дом 63. Нет до сих пор горячей воды. Помогите, пожалуйста. Хакимова. Телефонлары бар. Olmazor, Qarakamish 1/2, 6A, 6A, 14 kvartira. Одни sutki, bir sutka svet bo'lmadi. Endi xursand bo'lsak, issiq suv o'chirildi. Sababi nima? Bilmayman, sizlar Sanjar ekstrem qilyapsizlarmi? Bir chiroq yo'q, bir suv yo'q, bir ertaga nima qilasizlar yana? O'ylab topasizlar. Qaramaysizlarmi? Mahalla raisi bang urmaydimi? Mirzo-Ulug'bek tumani. Assalomu alaykum Furqat aka. Furqat. Menda yosh kattalar ekan. Tunjor opa yozdi. Menga qara, Tunjor opa уже 3-marta yozyaptilar menga. Ha? Yo'q. 3-marta yozyaptilar. Bor chiqib kelgan. Ertaga yo'lingda kelayotganda. Здравствуйте, Сергейский район, Куйлюк, 5, дом 43, квартира 48. Евдокимова Наталья. Из крана горячей воды течет слегка теплая. Но и после того, как сольется в канализацию. Обращались в теплоэнергию, но ничего не меняется. Qarab turibsizlar, men bilmayman, hozir qilasizlarmi, qilmaysizlarmi? Shunchalik odamlar qiynalib yotishyapti. Qani kommunalchilik qilasizlar? Bahrom aka. Qatnashyapti, kommunal eshitib turibdi. Qani, aloqaga chiqsam menga eshityapsizlarmi qancha Sergelidan? Kommunaldan kim Sergelidan? Sizlar kimga ishonmaysizlar? Mana ahvol. Qatnashyapti. Qatnashmaydi, ularga kerak emas. Oylik kelyapti, ish ketyapti. Sizlar qilib berasizlar yugurib. Unga nima foyda? Ha, deydi, bo'ldi.
ertaga yomg'ir yog'adimi yo'q yog'maydi, ana ko'rdinglar-ku yog'madi deydi. Hokimga kirib yetinglar bunaqa. Daryobo'yi, третий проезд, дом 106, Drapets, выключили свет. Olmazor tumani kichik halqa yo'li, Go'standart Beruniy chorrahasi UFS oldi. Boya berilgan asfalt qilib berish. Men sekin-sekin hozir demak yakunlashni boshlaymiz. Nimaga konferensiyadan chiqib ketyapmiz. Yakunlayveramiz. Boshqa yo'qmi? Yo'q ekan. Rahmat. Katta rahmat bugun birga bo'lganinglar uchun. Xudo xolasa keyingi dushanba kuni 21:00 da Toshkent kanalida jonli efirda mahallada nima gap loyihasida yana uchrashamiz. Xudo xolasa shu kunlargacha ko'p masalalar hal bo'lishidan umidvormiz. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Xayr.